Assalomu alaykum. 12-may 2026-yil mana bugun Qibirdagi bog'imizda Sweet Ariana, Sweet Lawrence sortlarini terishni boshladik. Hozirda yetilgan sortimiz asosan Sweet Ariana hisoblanadi. Ushbu bog'da Sweet Ariana, Sweet Lawrence va Sweet Gabriel sortlari ekilgan. Intensiv usulda ekilgan. Ko'rsatasiz. 4 metrga oralig'i 1,5 metr qilib ekilgan. Ushbu daraxtlarimizni payvandagi Kremsquesh, ya'ni VSL'likka hisoblanadi. Mana bu yil 6-bargi. Xudo xolisa mana hosillarni ko'rib turibsizlar. Bu sovuqdan qolgani. Bilgan bo'lsanglar, Toshkent viloyati hududida 11, 12, 13 mart kunlari qattiq sovuqlar bo'ldi. Bu bir kun -7, bir kun -5, bir kun -3 haroratlari kuzatildi. Shu sababli giloslarimiz уже qo'zg'algan edi. Shu sababli ozgina giloslarimizni hosildorligiga zarar berdi. O'zi bu bog'da bu yil 100 tonna hosil kutgandik, lekin hozir kelib mana 20-25 tonna hosil qolgan. Ko'rsatasiz. Mana bu yoqlarda Sweet Ariana sortlarimiz. Kalibrlari hozirgi kunga kelib 30-32 mm ga yetgan, hosili kamligini hisobiga. Sweet Lawrence sortlarida 32-34 kalibrlarga erishishimiz xudo xolisa kutilyapti. Juda ham chiroyli, faqat sal yomg'irdan zararlangan daraxtlarimiz bor. Chunki juda ham kuchli yomg'ir yog'di. Aynan Qibray hududida bizning bog'imizda 45-50 mm yomg'ir kuzatildi. Bu demak gektariga 450-500 tonna suv tushdi degani. Tabiiyki, yomg'ir suvi ham mevani etidan, ham ildizidan so'rilganligini hisobiga gilos mevasi yoriladi. Bu sortlarimizda deta 20-30% kuzatilgan yorilish holatlari. Qolganlarini hozir ko'rsatamiz. Terim jarayonlari, qadoqlash, yashiklarni taxlash jarayonlarini hozir ko'rsatib o'tamiz. Qadoqlash jarayonlari, Sweet Ariana giloslarini. Kalibrlari 30-32. Eksportga tayyorlanyapti. Hozir o'lchamlarini ham ko'rsatamiz. Mana kalibrlari 32 mm. Bu 30 mm. Ariana giloslari. Qadoqlash jarayonlari qo'lda amalga oshirilyapti bu yerda. Chiroyli qilib pakovka qilingan. Mana hozir shakarini o'lchab ko'ramiz. Mana 28 kalibrdagi gilosimiz. Mana bu 30 kalibrdagi gilosimiz. Shakarni ko'ramiz o'lchab.